Başlayın. Gelinler ilip be ülkineli. Esselamu aleyküm. Benim çıraylık, hakkılık, tırışcan dostlarım. Şu durgunlarını, ata ağlarımızı, ılık alımlarımızı çeksiz hoşal kılıp, meni jutumuz sizga, özanlar toxulup yaşavatkan jutumlarının tabiat manzarasını, baylığını, sehirli hücaylarını, esil insanlarını, dolaplık yaşlarını gösterdiği 7 minutluk videorolikni kütümüz. Dostlar, men sizlerge işinimen öz jutumlarga bolgan sevgi muhabbetler arkalı özanlarının güzelliklerini gösterdiler. Başlayın. Öz jutunu sürgen Rozigül hadimiz tügmel jutu doğruluk videosunu başlattı. Dikkat bilen görüp çıkaylı. Assalamu aleyküm. Men Rozigül Murat. Bugun sizlarga öz yizam tugman yisi to'g'risida aytib beradigan bo'laman. Hurmatli Ana tilim, Dana tilim YouTube kanalining ko'rarmanlari. Sizlarni Ana jutum nomli musobaqaga taklif qilmoqchiman. Undaq bo'lsa, mening jutum tugman yisiga nazar avdirg'aysizlar. Yezning nomi tushunishlik, ammo bu oddiy tushunchada zo'r ma'no yotsa kerak. Tugman yezliq okruginiga markaziy hisoblanadigan Cho'ncha yezining janubiga tomon 35 chaqirim yiroqlikda o'rinlashgan. Suyuning mo'l bo'lishiga munosabatlik bu yerga damliq ziroatlar, bug'doy bilan arpa ko'p o'stirilgachga dastlab arpaliq deb atilibdi. Keyinroq bug'doy bilan arpani tortadigan suv tugmanlari ko'plab silinib, soni 27 ga yetgan ekan. Shunga atrofdagi yez odamlari un tortish uchun mushu yezga kelishga boshlaydi. Ularga uchrashgan odamlar "Nerdan kelyapsiz?" desa, "Tugmandan." "Endi nega ketib borsiz?" desa, "Tugmanga" deb javob qaytargachqa, bara-bara burunqi arpaliq nomi unutilib, yezning nomi Tugman deb atilib ketgan ekan. 2004-yildan buyon Tugman yeza okrugining hokimi xizmatini atqarib Mirshad Nasirov akamiz kelyotdi. Bugungi kunga qadar xalqining umidini aqlash maqsadida ko'plagan emgaklarni qilyotdi. Yeza okrugi zamon bilan teng taraqqiy etib, yildan-yilga gullanmoqda. Jutdagi dastlabki maktab 1924-yili ochilgan. Hozirgi tongda okrugda 2 o'rta maktab bor. Tugman Uyg'ur o'rta maktabi va Qozoq o'rta maktabi. U kuni 9-may demakchi, Ulug' Vatan urushi boshlanganda Yeza okrugidan 200 dan oshiq yigit jang maydoniga atlanib, 124 yurtdoshimiz tasha yurtlarda qahramonlarcha qazo bo'ldi. Tugman yesidagi Ulug' Vatan urushining qahramoni Akram Avalov bovimiz yer chiqdi mushu yeza, mushu yurtda. Alqış bilan tonuldi ana yurtda. Avloding mag'rurlanar sening bilan. Avloding aslab yurar ana yurtda. Tugmanim, go'zal yezam tugmanim, tog' bag'riga joylashgan mo'ldir buloq suylaring yurakdan o'rin topgan. Go'zalliging cheksiz bepoyon, urg'ub oqqan suyingdi suvlar, tog' shamli yelpisa doim.
Hergiz cinınğa tapar aram. Tağlar arasıdın orun algan. Evliya çoqa tağlarım. Dün üstüge cayılaşkan. İslim tügmen tumarım. Qoli ocuk mihman dost. Ah destihan yeyilgan. Tonur neni koyulup. Etigen çeyi kaynıgan. Mahtını men, şuna men. Öz yizam nimet hilep. Yazsam tügümez. Tügümen yizam hakkıda. Mana bu mening go'zal yezam tugminim. Har kim o'zining tug'ilgan yurtini bek yaxshi ko'radi degan o'yda. Menmi o'z yurtimni, tugman yesini bek yaxshi ko'raman. Sizlar bilan birga bo'lgan Rozigul Murad. Diqqatingizga ko'pdan ko'p rahmat. Ana yurtini sevgan bala baxtli bo'ldi. Mening yurtim videosi bilan tirishgan anguginglar uchun eng yaxshi medal bilan mukofotlansizlar. Hammalarga aq yo'l tilayman. Kelinlar ilip be ülkineyli Ana tilini puxta igelleyli Köpçilik hemmeyle güzel ana tilda Azade hemradan süzüşeyli